Assalomu alaykum hurmatli podpishchilarimiz, og'aynilar. Mana men Sabr TV Moskvada nima ish qiladi, nima qiladi ekan degan savol bo'lsa agar mana videoni qilib boshlaymiz. Mana yaqinda kelganman, mana shu yerlar uchastkalarda dehqonchilik bilan nima qilamiz? Agarat-pagaratida yordam beraman shu bir o'g'ris odamning uyida necha yillar bo'lgan. Mana shu yerda o'tlarda o'taymiz, mana o'taymanda. Sal havo issiq bo'lsa, mana bitta motoblok mana shu uchastkani haydab kartishga erishimiz kerak. Shu Shanbazor qadar kartishga erishimiz kerak. Shu videoni ko'rib boradiganlar do konca yegishidan ta pishgancha masalan video qilamiz. Mana uchastkaga kartishga egiladi. Hozir bir chetdan ko'rsatib qo'yayin. Endi kimga interesna bo'lsa, yerga ochkada egiladi. Keyin kabachka, mayda-chuyda yana bu yoqqa ham bo'ladi. Mana bu yoqda parni qilib tayyorlaganmiz. Pomidor bor ichida, pakachi ham sovuqroqda pagoda. Bu yoqda +5-4 gradus bular sovuq bo'ladi. Ichida pomidor, bolgarskiy, badran, baqlajon hammasi bor. Ikkita parnik. Mana ikkita parnikda shu narsalar. Bu endi nima desam bo'ladi? Yoqlar buni sotaman, nima qilaman desa sotilmaydi, просто o'zi pishadi, jeymiz, как будто shu uyning ishi. Uyda kim shu dehqonchilik qiladi, uyda jeyib yotadi, shunday maqsad. Banka javodi nima qiladi? Ana bu yerdagi uchastkaga endi navbati menda. Bu yerdagi yerga o'tgan yil oldingi yil egilgan edi. Avvalo 700 kilo, 650 kilo mana shuncha territoriyadan kartishga privizitilni olib terib podvalga parib qo'yacak. Shuni qolganini keyin jeyish qilib, bunday aytganda, kartishga parishgan jeb turamiz. Mana bu yerga ketishimda oktyabr, noyabrda mana shu so'ngda yeb qo'yganmiz. Mana o'sha bunday bo'lib qolgan. Qulub naylar bor. 5-10 minut video qilaylik. Mana bu yerga mevalar bor. Qarorchi, mana taze gap kelganmiz. Asini qirqib, to'g'rilab, uning otini yesmay chiqib ketdi. Nima deydi? Mijvillikmi? Smorodina, cho'rni smorodina. Shu 5 ta. Hammasi xatar yadiman. Mana shunday maqsad dehqonchilik. Gazon, pazon o'tlarini o'raman. Dom razne рабочий masalan. Mana shunday gaplar, non barisi soykadan jambashtag'lar. Malina. Buni aslarini ham tozalash kerak. Ish qilib, ish ko'p. Shu yerda mana shunday gaplar. Hozir mana shu o'tini o'tib tayyorlaymiz. Abitga yaqin havo saligina yerda quritgandan keyin motoblokman yerda haydaymiz. Uni ham qo'shib video qilib berishimiz kerak, чтобы ko'rsin. Mana shunday bo'lib ishlar ketaveradi. Mana shu uchastkaga yerga hozir haydab kartishkani yegamiz. Ularni ham video qilaman. Shu kanalni ko'rib boradigan odamlar hamisha like bosib, podpishka qo'yaveringizlar. Podpishchimiz Xudoga shukr 3800 dan oshyapti. Mayda videomiz uncha ham bo'lmayapti. Shu qishloqda Baxtiyorani olish berganda videosini olganman. Telefonim eski, ham montaj qilishda uncha cho'tki qila olmayman. Shuning uchun ham podpishkammi, yo'masa gap nimadanmi shu bir ish qilib durust bormayotir, ha bo'ladi. Endi men prosta qiziqaman, video qilib taylab qo'yaverga qiziqib shu nima qilib qo'ydim. Mayda taylab qo'yaveramiz. Maqsad nimada? Maqsad bloger istivada pul ishlash ham bunday problemli ekan. Ha endi shu taylab qo'yib, endi ermak kutib qiziqib yuradigan gaplarda. Sababki o'zim taqaman, she'rigam yo'q, gurunglashib o'tirg'ali. Shu YouTube taylab qiziqib arada kim like bosib, kim prosmotr bo'lib bersa, luboy haligi blogerlar qiziqaveradi-ku. Shu aytib aylantirib, shunday video qilishlarga nima qilaman? Qiziqayotirman. Mumkin nasibda yaxshi bo'lib kelsa, bir telefonlarimizni ham yangilatishimiz kerak shu yilning sezonida.
Chunki bular ham olib yurgan telefonim ham ko'p eskirib qolgan. Ham konkretno videoni tiniq ololmaydi. Montajni ham bilmaymiz. Ha bu yerga marhamat, omad hammaga. Buni kartochkalarni olib, bir chetdan mayda kuzatib boraveringizlar. Dilar qiziqish uchun, agret uchun masalan video tayyorlab ketaveramiz. Oyog'i nima bo'lsa shunda bo'ladi. Hammaga omad. Ha buni shu birinchi videoni tayyorlab qo'yayin. Ikkinchisini o yerda haydagandan keyin ertaga yana tayyorlaymiz. Hammaga omad. 5 minutdan oshibdi videomiz qo'ri yerda ko'rsatib gapiribman. Mayli. Faqat videoni ko'rib hatman birta likelar masalan hech narsa bo'lmaydi. Prosta endi shu kanalda saligina qimirlatish maqsadda. Shu qimirlab bir nima qilaylik, chiqmasa bir 5 minutda jiyib olaylik. Podpishlikda takaga davrini necha yil bo'ldi, uraman 4 yil bo'lib ketdimi. Haligi xatarlar ham ko'p-da. Shu indamay qo'yaman. Bu yerga harakat qilaman maksimalni tartibi bilan video qilishda. Gapirishda ham durustroq qilib, bir-ikki yerlar efirda har xil bo'lib gapirganman, ularni ham o'chirib taladim. Endi bu yerni panelni ham tozalab, durustroq videoni olib borishga harakat qilaman. Faqat podдержка sizlardan. Omad hammaga. O'zimni ham mordamni urib ko'rsatib qo'yayin. Qalpoqni kiyib olib, kak uyda ishlaganda jiribmiz. Mana shu qalpoqni kiyib olamiz u. İşte boshlaymiz. Ana shunday. Moskva kelgandan keyin ishlash kerak deydi-ku. Bo'l 7 minut o'tib ketdi.